Assalamualaikum hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qisman qarshi olamiz. Tönde tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Direktori Mijal Bachelet 3 Ağustos günü Twitter'dagi hesabida irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi turish jinoyati, urush jinoyati va tajovuzchilik jinoyatining Birleşken Devletler Teşkilatı nizomnomasining yadroliq qimmat qarshiga hujum qiladigan va dunyoning sijil taraqqiyoti, shundaqla tinchlikni og'ir darajada orqaga chekindiradigan jinoyatlar ekanligini, javobgarlikka kafolatlik qilish uchun adolatni dunyo miqyosida qo'g'lishish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetinin baş ministeri Salih Xudayar Efendi bununla javoban Sharq Turkistonda mustaqil paketni tepish gruppasi qurib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, shundaqla insoniyatga qarshi turish jinoyatini javobgarlikka tortish, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik ustidan tekshirish olib berishga chaqirish orqali ishni boshlating dedi. So'da sun'iy hamrohi Xitoyning boshqariladigan bomba programmasini oshkorladi. Bu hukumatlar sezgir uchurlarni kontrol qilmaydigan haqiqiy raqobat. Amerika Olimlar birlashmasining tadqiqotchilari sun'iy hamrohdan tortilgan suratdan foydalanib, Xitoyning 100 dan ortiq gumonliq yadro boshqariladigan bomba skladini bayqadi. Bir necha kundan keyin shaxsiy analistlar mushuningga o'xshash sun'iy hamroh rasmi orqali Xitoyning yadro sinaq maydonidagi yangi yer osti asliyalarini aniqlab chiqdi. Bu oshkorlanishlar 6 oyda Xitoyning yana bir boshqariladigan bomba maydoni bayqalgandan keyin e'lon qilingan bo'lib, sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar Beijingning yadro plani to'g'risidagi yaqinda saqlangan maxfiyatligini oshkorlagan. Bu rasmlarni hukumat axborot organlari emas, balki shaxsiy tijorat qiladigan So'da sun'iy hamrohi ta'minlagan va oqillar amrida analiz qilingan. Bu xil bayqashlar ilgari asosan degidek hukumatlarning kuchli axborot tashkilotlarining qo'lida edi. So'da sun'iy hamrohining ko'payishi hukumatning axborot yig'ishini monopol qilib oldi. Bu yana rahbarlarning siyosiy va strategik jihatda bu xil xabarlarni bartaraf qilish erkinligining kamligidan derak beradi. So'da sun'iy hamrohi osmondagi shaxsiy ko'zlarga o'xshaydi. Razvedka sun'iy hamroh uchiqchilarga xatarsiz holda dushmanning harbiy faoliyatini kuzatish uchun qo'sh ko'z bilan ta'minlaydigan bo'lib, axborot to'plashda zo'r ilgirlashlar hosil qildi. Yaqinqi yillardan buyon texnika taraqqiyoti qo'yib berish narxining tuvallishi bilan So'da sun'iy hamrohining kengayishini tezlatdi. Bugungi kunda xususiy shirkatlar 10 necha va yuzlagan kichik sun'iy hamroh orqali tijorat qiladi. Ular qisqa vaqt ichida xaridorlarga rasm yetkazadi. Xitoyning boshqariladigan bomba skladiga tasvir hosil qilgan shirkat Planet 200 dan ortiq sun'iy hamrohni boshqaradi. Ular har kuni butun yer shari quruqligini egallaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Shaxsiy sun'iy hamroh tasviri Xitoy virusidan tortib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik lagerlarigacha bo'lgan bir qator cho'ng hodisalarni xotirlashga ishlatilgan. Xususiy shirkatlar 2027-yilga borganda bozor ko'lami bir qatlanib 4 milliard 170 million dollarga yetadigan kasbda 700 dan ortiq tasvir sun'iy hamroh qo'yib berishni planladi. Sun'iy hamroh orqali tortilgan suratlarning ko'payishi hukumatlarga zo'r natijalarni olib keladi. So'da sun'iy hamrohidan foydalanib, bir qatim qoplangan uchurlarni oshkorlash orqali hukumatsiz tashkilotlar hukumatlarga dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan maxfiy faoliyatlarni qachon qandoq oshkorlash to'g'risidagi qiyin qarorlarni bera oladi. Qarshilashish siyosatlariga nisbatan ommaning qo'llash va qarshi turishga safarbarlik qiladi. Ammo hukumatlar vaziyatning o'zgarishiga moslashdi. Ba'zi ahvollarda hukumatlar o'zliksiz ko'payotgan uchur to'plash va aloqa texnikasi tarafidan bayqalib qolsa, maxfiy mashg'ulotdan o'zini qochirishi. Boshqa ahvollarda ular o'zlarining manfaatini ilgari surish uchun hukumatsiz o'rinlarning sezgir uchurlarini oshkorlash, yangi sun'iy hamroh realligidan foydalanishga urinishi mumkin. Amerika hukumati savdo shirkatlari va oqillar amriga qaraganda texnik ilg'or axborot iqtidoriga ega bo'lg'achqa, strategik qo'mondonlik organi bu boshqariladigan bomba urularini savdo tasviri e'lon qilinishdan xili burunlab bilgan bo'lishi mumkin. Washington axborot manbasi va usullarini qo'g'dash uchun yangi boshqariladigan bomba maydonini aniqlashni vaqtincha to'xtatishi mumkin.
Bu resimler e'lon qilinishidan ilgari Xitoyning boshqarilgan bomba o'rnining isbotini tutib qilish qarori balkim davlat ichi besimining Beijing bilan bo'lgan ziddiyatni keskinlashtirib o'tishdan saqlanishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Soda sun'iy hamroh tasvirining bo'lishi Beijing va Washingtondagi rahbarlarga emas, balki shaxsiy tashkilotlarning Xitoyning yadro plani to'g'risidagi uchurlarni qachon va qandoq oshkorlashni qaror qilishiga yo'l qo'ydi. Soda tasviri sun'iy hamrohning orbitida ko'payishiga ergashib, dunyoning har qaysi joylaridagi tadbir belgilovchilar bu texnikaning davlat bexatarlik maxfiyatligini oshkorlash usullari bilan tirkishishga muhtoj bo'ladi. Gerçi qaror chiqaruvchilar bu texnikalarni o'zining maqsadi uchun ishlataoladigan bo'lsa-mu, ammo soda tasviri jamoat fikrini qo'zg'asa, ular davomli qarshi siyosati bilan yuzlashadi. Dakkadagi tanilgan tadqiqotchi, muxbir Salom Sametning tarixda ayrilgan davlatlar sirlavlik maqolasi e'lon qilingan bo'lib, maqolada mundaq deyildi. Dunyodagi nurg'ulg'an davlatlar, millatlar, jamoat ma'lum mezgillik adovatdan keyin bo'linib ketdi. Ammo yana bir mezgildan keyin birlashdi. Germaniyaning birlashishi buning tipik misoli. Vyetnam, Ruminiya va Moldova bir millat sifatida yoki millatchilikni asos qilgan holda tinch yashayotdi. 1990-yili mayda Shimoliy va Janubiy Yamanning birlashishi hozirgi Yaman Jumhuriyatini borliqqa keltirdi. Ayollar va bolalar, hatto buvoqlar ichki urushning ziyoniga uchradi. Nurg'ulg'an tarixchilar Kommunist partiyaning zo'rayishiga ergashib, Xitoyni birlikka kelgan davlat tizimligiga kirgizishni talab qilishdi. Ammo Tibet va Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishi, Tibet va Uyg'urlarning Xitoyning zo'ravonligini qabul qilmasligi siyosiy krizisni keltirib chiqardi. Azodlik armiyaning ishg'olidan keyin Tibetning ma'naviy doirasi Dalay Lamani o'z ichiga olgan minglagan insonlar yurt makonlaridan ayrilib ketdi. Bugungi kunda Uyg'urlar va Tibetlar chetga qiqildi. Inson muomalasi ko'rmadi. Xitoylarning boshqarishida qoldi. Chavshan urushidan keyin Koreyaning bilinib ketishi yana bir ochiq misol. Shimoliy Koreya yanada Xitoyning zulmgarligi ostida. Koreyaning birlashishi mumkin emas. Parchalangan oilalarning ko'z yoshlari qurib ketdi. Janubiy Osiyodagi bir qancha millat, til, din va madaniyat mansublari 1947-yildan keyin bo'linib ketdi. Pakistan 1947-yili 8-oyda mustaqil bo'lib, necha oydan keyin mustaqil Balojistonni majburiy ishg'ol qilishga askar avatgan. U yana 1948-yili Jammu Kashmirning bir qism yerlarini saqlab qola olgan. Ozod Kashmir Rawalpindi bosh shtabidagi generallar tomonidan boshqarildi. Kashmir to'qinishini hal qilishga munosabatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining 1948-yili 4-oyning 21-kuni ma'qullagan 47-numurli qaroriga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Islom hamkorlik tashkiloti so'g'oqqonlik ko'rsatdi. Jammu Kashmir 1947-yildan ilgari Ingliz rajining boshqarishidagi bir shahzoda davlat edi. Hindu maharaja tomonidan boshqariladi. İngiliz imperatorluğu vayron bo'lgandan keyin 584 shahzoda davlatga mustaqil bo'lish yoki Hindiston va Pokistonning birorsiga qo'shilish taklifi berildi. Kashmirning hujumchilari Pashtunning askarlaridan tarkib topdi. Maharaja yangi Dehliga qochdi. 1947-yili birlashish kelishimi imzolandi. Pokistonning qurg'uvchisi Muhammad Ali Jinnah bosh minister Liyoqat Ali Xonning qo'llashi bilan maxfiy ishg'olni amaliyalashtirdi. Hindiston darhol Pokiston qurolli vahshiylarining Hindiston zamini bo'lgan Jammu Kashmirga hujum qilganligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashiga shikoyat qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 47-numurli qarorida qurolli Pokiston fuqarolari va qabilalarini chekindirish talab qilindi. Hindiston harbiy kuchini chekindirib, Kashmir xalqining kelgusini belgilash uchun bilet tashlashi kerak. Hindiston yoki Pokistonning askar chekindirish niyati yo'q. Qo'shnilar Kashmir ustidan 4 qitim urush qildi. Shu bilan bir vaqtda Pokiston josuslik organi ICI doim qurolli unsurlar va jihodchilarga singib kirib, ularning Kashmir musulmonlarini unutib qolganligi to'g'risida kuchli uchur berdi. Kashmir dunyo rahbarlari qurgan egiz tom sababidan kontrol liniyasi bo'yidagi sulh qilish ta'sga to'xtaydigan dunyodagi oz sondagi davlatlarning biriga aylandi. Turkchilik yoki to'ranchilik va pan-turkizm butun dunyo turklarini bir bayroq ostiga jam qilish, til, yoziq, territoriyani birlikka keltirish xuddi kommunistlarning kommunizmdek bir g'oya. Balki kommunizmga qaraganda texmo utopiyalik bo'lishi mumkin.
Şoňa biz dawa ýa-ki küreşlerimizni has mustaqillik hareketi süpetinde hiç qandaq başga ideýa, başga goşumça maksatlaryny arlaşdyrmay elip bassak, bu bir qadam menzilge yetgenden keyin başgalarını oýlaşyp baksak hem asan, hem aqlga muwapyk, hem ähwalimizga mos kelýär. Äfsuski biz hili dünya musulmanlarynyň gemini ýeýmiz. Hili bütün dünya türkläriniň gemi bilen denip bolmaz. Bu xuddi egiz tikyarnyň qap bilede darax ýyldızlaryga esilip qalgan, üstüge ýamşyp çykyş intaýyn guwa. Pastga serilip düşmekçi bolsa, paçak-paçak bolgan bir weziyetdeki adamnyň pastdakiler we ýokardakilarnyň gemini qylyp, hammaňlarny özüm tutquzman degindek bemani hem külkilikmi qandaq? Bundaq niyetni toğru ve alijanat degendimi o aldı bilen özünü qutquzup, qoýgudek ýerge ega bolmagy kerek emasmi? Biz üçün wagt aýryganyňlarga köp rahmet. Keler qytymky programmamyzda görüşkiçe Allah'a amanet bolgaysızlar.